Assalomu alaykum hurmatli podpисчиklarim. Mana sizlarga yana bitta yangilik. Arzon mashinamiz 2003-yil. Mana ichki holatlari, saloni. Egasidan dehqonda o'zida turibdi, generalni berishadi. Balon holatlarini mana ko'rsatib o'taman. Yili 2003 ekan, pulini 1,5 ming bo'lishi deyishyapti. Agar meni nomimdan kelsangiz, yana o'tib ham berishadi narxini. Juda ko'p emas, lekin minsa bo'ladi. Yili ham yaxshi. Magnitofon kolonkalari bor. Yurib turgan mashina, motori zo'r. Shu oladiganlar bo'lsa, mana aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlarini hozir qoldirdiraman. Kraska polni bo'lgan. Kraskasini ayting deysizlar. Mana kraska polni bo'lgan. 2003. Telefon nomeri aytib yuboring aka. 91lik 145 2422. Mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. O'zlari egalaridan. O'zlari bilan gaplashaverasizlar, generalni beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bosish eslaringdan chiqmasin. Podpiska anaqa klass anaqa qilinglar. Like bosinglar. Shuncha mehnatim havoga uchmasin. Juda ko'pchilik ko'ryapsizlar, prosmotr zo'r bo'lyapti, lekin podpiska qilmayapsizlar. Podpiska qilinglar. Do'stlaringga ham tarqatinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.